Assalomu alaykum. Bugun bir Xbet akkauntimizni xavfsizligini oshirish, ya'ni autentifikatorni ulash jarayonini ko'rib chiqamiz. Ishni boshlash uchun avvalo ilovaga kiramiz. Ilova to'liq yuklanishini kutamiz. Endi asosiy sahifaning pastki qismidagi menyu yozuvli tugmani bosamiz. Shaxsiy kabinet sahifasi ochildi. Endi bu yerda pastga biroz siljitamiz. Bizga kerakli bo'lgan autentifikator bo'limi mana bu yerda. Ko'rib turganingizdek uning holati ulanmagan. Ustiga bosamiz. Autentifikator bu qo'shimcha himoya darajasi. U, masalan, parol yoki pul yechish usulini o'zgartirish kabi juda muhim harakatlarni tasdiqlash uchun bir martalik maxsus kod yaratib beradigan ilovadir. Bu hisobingiz buzilishining oldini olishda juda muhim. Tushungan bo'lsak, pastdagi yashil rangdagi keyingi tugmasini bosamiz. Tizim bizga autentifikatorni ulashdan oldin yaxshisi telefon raqamingizni bog'lang demoqda. Bu xavfsizlikni yanada oshiradi. Faollashtirish tugmasini bosib davom etamiz. Raqamingizga tasdiqlash SIMS kodi yuborilishi uchun shu yerga 998 kodi bilan birga telefon raqamingizni kiritib chiqamiz. Raqam kiritilgandan so'ng, raqam kiritilganidan keyin yana bir bor faollashtirish tugmasini bosamiz. Tizim bizga odatdagidek robot emasligimizni isbotlash uchun retapcha tekshiruvini yubordi. Mana bu rasmlardan biz so'ralgan belgilarni, ya'ni avtomobillarni topib, ularni belgilaymiz. Barchasini to'g'ri tanlaganimizga ishonch hosil qilib tasdiqlash tugmasini bosamiz. Agar sizning holatingizdagidek nimadir noto'g'ri bajarildi, sozlamalarni o'zgartirishga harakat qiling degan xato chiqsa, demak, bu sizning raqamingizda muammo borligini yoki akkauntda qandaydir cheklov mavjudligini bildiradi. Buni hal qilish uchun bir Xbetning texnik yordam xizmatiga murojaat qilish kerak.